kichik yoshdagi bolalar qo'l ko'targanda ularga qanday to'g'ri reaksiya qilish kerak? Farzandingiz sizga qo'l ko'tarib sizni urishni boshlasa, siz bunda to'g'ri reaksiya qilishingiz o'ta muhim hisoblanadi. Unga agressiya bilan "Sen menga qo'l ko'taryapsanmi, sen meni uryapsanmi" emas, agressiyani o'chirib, xotirjamlik bilan, tinchlik bilan unga reaksiya bildirishingiz kerak. Uni qo'llarini qattiq ushlab to'xtatish kerak bo'ladi. Ya'ni uni qattiq ushlab turasiz, u uradi, sizni tepinadi, itaradi, lekin siz uni qo'yib yubormaysiz. Qattiq ushlab turasiz va sal tinchlangandan keyin uni qo'yib yuborasiz va unga tushuntirasiz. Jahling chiqqanda, senga nimadir yoqmaganda, sen bu narsani so'zlar bilan ifoda qilishing mumkin. Sen urishing shart emas. Ya'ni onang senga urish uchun emas. Biz gaplashib ham bu narsani hal qila olamiz deysiz. Bu narsa bittada o'xshamasligi mumkin. Agar 1-2 oy davomiylikda siz shu narsani qat'iy qilsangiz, farzandingiz sizni urishdan to'xtaydi.